Rahim aka, siz O'zbekistonda qayerdansiz? Toshkent областidan Olmaliq shahridanman. Одинцовский rayonida sadovnik bo'lib ishladingiz, a? Ishladim. Anchagina ishladi, o'rgandingiz. Bu biznesga, bizlar hozir qiladigan biznesga kelishimizga nima sizga turtki bo'ldi? Qanaqadir ishonib, o'zingizga maqsad qo'yib keldingizmi? Albatta maqsadlar bor, ishonch bor. Oldindan nima qilishni, nima deydi, maqsadimga erishaman xudo xolasa. Nimasi men bilaman, bu yerda plyus ko'p, imkoniyatlar juda ko'p. Xudo xolasa niyatlarimizga yetayotganimiz ham. Mana shu sabab bilan keldim, o'zimning niyatlarimni amalga oshirish uchun. Inshaalloh. Yana kimni nima qilmoqchi, taklif qilmoqchisiz oilangizdan? Oilamdan onam, ukalarimni kirgizmoqchiman, oilamni kirgizmoqchiman. Keyin yaqin kishilarda. Bolalarimni yaqin kishilar kirgizmoqchiman. Sizlar bu yerga ham pul ishlaysiz, ham oilangizga eng toza mahsulotlarni olib kirasiz-da. Shuning uchun bu biznesga birinchi o'zimizni yaqinlarimizni taklif qilamiz. Er-xotinlar, aka-ukalar, opa-singillar shunday qilib kiraman deydigan insonlarga qanaqa nimangiz, maqsadlaringiz, tilaklaringiz? Tilaklarim bir oila bo'lib kiringlar, mana kam bo'lmaysizlar. Maqsadlaring bo'lsa, maqsadlaringga erishasizlar. Nimaki niyat qilgan bo'lsalaring. Bu nimada Green Leaf'da plus ko'p. Lekin men shu paytgacha minus tarafini ko'rganim yo'q. Mahsulotlarni iste'mol qilib, o'zi sog'lom bo'lyapsiz, yosh bo'lyapsiz. Mahsulotlarni ishlatyapmiz mana. Kunlik oladigan mahsulotlarni men chekkadan pyaterishga ya bo'lmasa indeksidan olayotganim yo'q. O'zingizda magaziningizdan olyapsiz. Faqat o'zimizni magazinda ham PVdan foyda ko'rasiz. Ham mahsulotlari toza, toza mahsulotlari. Shodiboy, siz qayerdansiz? Men Jizzaxdanman. Bu Sadaf kompaniyasida помощник по хозяйству bo'lib ishlaymiz. Bir 2-3 oy bo'ldi kirganimga. Oldin ham ishlaganman. Imенно Sayrapaning nimasida kompaniyasida ishlamagandim. Bu Green Leaf'ni yaxshi tomoni ichi odilligi, har tomonlama qulayligini hisobga olib o'rgandim, o'qidim. Keyin shu Green Leaf'ga kirishga o'zim kuch topdimdagi harakat qildim.